Muştanın özü Endi layığınızın sınak qilishga bo'ladi. Bu faqat dastlabki loyiha. Texi oldinda nurg'unlagan mushkul davollar bor. Bosh ko'tarmay ishligili soat bo'pti. U mushkul davolaringizni keyinga qoldirib qo'yib, hozir ozroq dam olaylik, ha? Yo'ldosh Tuyg'un, boy men sizga damin istab e'lon qildim-ku. Şunu unutib qolmangki, bu mening uyim. Hargizmi qiraatxona emas. Mening sizga deydigan nurg'un gaplarim bor. Ma'qul ustoz. Gerçi bir ko'zim kitobda bo'lsa-mu, bir ko'zim sizda. Har ikkilisini qo'ldan berganim yo'q-ku. Yo'q, xatolisiz. Bir ko'ngilni ikkiga bo'lgani bo'lmaydi. Dal hozirgi paytdan elib aytganda. Ya kitob tuturing, ya boshqasida. Uqdingizmi? Kitap tuturay, çünkü başkasıga mening hozir chavisim yo'q. Nima deyapsiz? Yo'q, sözümni xato tushunib qolmang. Ikkimizning munosabatini ko'zda tutmanim yo'q. Mening demakchi bo'g'unim. Bo'ldi, tushundirmay qo'ying. Hammani tushundim. Rostimni aytsam, asli asosim ojiz bo'lg'achqa, har bir qadamimda nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'liqyapman. Ximiya, geometriya, fizikalardan asosim ojiz. Yalğız, sizli emas. 4 kişi ko'ru, bir avlod yoshlarning vaqtini isrof qilib etdi. Men maktabda asosiy darslarimni yaxshi o'qiyolmag'achqa, hozir qaytadan to'liqlayapman. Qo'saqda umash bo'lmasa, 4ni zamonaviylashtirishga hech qo'shqil bo'lmaydi. Shundoq. Hozir hamma ishga bilim kerak. To'g'ri aytdingiz. Biz uchun vaqt oltindan qimmatli. Dal hozirgi paytdan elib aytganda, damilish hammadan bekso'rir. Bu gapingizmi to'g'ri. Biroq damilishning o'zi yaxshi ishlash uchun menga hozir yana bir oz kitob lozim bo'lib turibdi. Sizga qanday kitob lozim bo'lyapti? Mana bu tizimlik. Voy, bunchalar kitobni nima qilasiz? Qiraatxona ochasiz nima? Bu kitobning ba'zilarini bunday kichik joydan topqilib bo'lmaydi. Deydi yuziglik shoyanda o'qiyotgan akam orqali oldirayli. Nəhayət yaxşı. Çoğ məsələdən bir sələ olduğan oldu. Tuyg'un, kelgisi haqida nimalarni o'ylayapsiz? O'ylag'anim nəhayət ko'p. Gap vaqt bilan bilimning yetishmasligida. Zavoddagi barliq mashina uskunalarini bir-birlab texnik jihatda yanglab chiqsam ekan deyman. Oldi bilan mana bu kitoblarni ko'rib turing. Rahmat. Kununuz doim kitob, she'r, to'j, raqamlar bilan o'tamdi. Albatta boshqa ishlarmi bor-da. Siz yana qanday ishlarni o'ylayapsiz? Siz bilan tanishganligimga bakmi xushalman. Nomingizni xili burunli anglagandim. Ikkimiz shunday hamkorlashsak, har qanday mushkulliklarni yengib keta olamiz. Mening umidim, siz menga ham yordamchi. Men sizga nima deb rahmat aytsam bo'lar? To'xtab turing. Bu elektron hisoblash mashinasini akam menga avatib ekan. Sizga kerak bo'lib qolar. Men siz bilan tanishganligimga bekmi xusham. Bizning do'stligimiz ko'ngil havsi uchun bo'lmasdan, balki ulug' g'oya, o'rtaq nishon asosiga qurilgan. Oldimga qiyinchilik kelganda, sizning irodingizni o'ylasam, o'zimni botir his qilganligimga tushunaman. Biz kelgusida shuncha gaplarimni birisini anglamabdi-da. Burun onu ko'rmay turib, qandaqlarcha uning uchun shuncha xotirlarni yapondim. Qiziq.
O neymiş şuncha hargın? Belki bana nispeten onun da hiç kandak hissiyat yoktu. Mahire. Sen benim için onu körmey durup yaxşı görüp bağansın. Yok. Ben onu rastlı yaxşı görme. Bu muhabbet hakikaten kıymetli. Doğru. Ben onu yaxşı görgenken elbette onu azaplamasligim gerek. Ben ona yenik çıkay. Bilmey durun. Onunla baş etmeyeyim. Uyga kep kaldık. Muş öy şu mu? Günler. Eğer dadınızla görüşünü oylasam, yürgüm döküldü avadıdı. Nemeden korkusuz. Ata ağaynınızdan birini ağaç gelesiz. Memi dostumdan birini çakırımen. Dodam yaxşı adam. Birden bile çıkış dediseler. Her hoş et görüşeyle. Günler. Bugün sizge hemra olsun. Bu gitar sizge hemra olsun. Bəxt degan muşu mu? Bəxt degan buğulu əmə. Böyle qınaqşı esinizdə mi? Esimdə. Maşinesi oğlandı mı? Oğlandı. Senin kosuğun ço. Kosuğum? Kosuğum neyim yok ki? Etigem kosuğum ağrıydı bitip kalgan tongu. O diyen ettigen. Hazır keş oldu. Şey ile o davamlık özgürüp durdu emas mı? Yakında bir sen bile ondarak sözüşe digendim. Hey, neymi deydi kallıkın neyme yakşı bilime. İşbadan yakşı emez demek yok sen. Şundak mı? Bunda ketiversen özenge yakşı emez. Canım ağine, meni sığırsan mı meyli? Men üçün aytganda bərabir o'xshash. Men asos jihati yaxshi. Kichikgina kamchiligim bor. Buning cho'ng ishlari daxlisi yo'q. Andaqda texim yaxshiroq alg'uysini xohlamamsan. Bo'ldi bu ishlarni qo'ya. Qara. Bu kechilik men mana yaqinlik bir naqsha aytib. Qandaq naqsha? Bəxt naqsi. Anlatma. Bəxt kelidu nadin Pişanam diketadin Bəxt gülü içima Çapalık işligen yedin Lay 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 Bəxt gülü içima Çapalık işligen yedin Bu nayt yaxşı naqşı ekan. Bunu var o. Bizning elakda Sanamjon o'gitib qo'ygan. O Sanamjonning kimligini menga aytishga bo'ladimi? Men dal shuni sana deydi turatdim. O qizni menga hammacham tanishtirgan. O nayt mo go'zal, yaqinlik. Xuddi mush atirgulning o'zi. İkimiz birbirimizni ko'rish bilan oshiq mashq bo'lib kelishdik. Hey, sen meni tabriklamamsan? Ha? Sen qalbimdan tabriklayman. Bu naqshning mazmuni nayt chunqur. Sen o naqshni yoqtirib qoldingmi? Yoqtirib qoldim. Yartishqu oson. Biroq naqshidagi bo'lish o oson emas-da. Uqdingmi? Qara, mening sana bir talabim bor edi. Nima talab? Mening kelgusidagi qaynotam men bilan ko'rishmoqchi ekan. Men qanday qilishimni bilolmay qoldim. Bizning ayol Sanamjon
Nemi gam qilattınız? Eng yakın ağinizden birini ətkəsiniz olmamdı deydi. Oylap baxsam Murat sen mening eng yakın ağinem emasmı? Ata men bilen birle berişip bergin. Ondaq sorunlarda qamlaştıramaydiganlığımni özüň bilsen go. Kuyog'ul olgan adam men qo'rqmagan yerda sen nimada qo'rqatding? Ular seni so'roq qilmagandan keyin peşimde turib tashlangni bo'lmadimi? Agar so'zlarim qamlashmay qolsa, to'ydirmasdan noqib qo'ysa, gez kelganda ancha-muncha maqtab qo'ysang vazifang tugaydi. Kichigimizdan bir malda cho'ng olgan turg'iliq shunchalik ishqim yaramamsa. Bo'ldi. Saat nechida boramiz? Yakshanba emasmi? Soat 3da. Vaqt kelganda sen meni chaqirib olgin. Hey! Mening bu attirgulimni buzib etma yana. Yaxshimisiz qizim? Bağın chirakli qilib ketginni. O'g'lim bo'lsimg'o, kelin qilib olaptim. Qizirgulda qizingiz tursa, o'g'il o'zligidan kelmamdi. Yana nereda gap qilasiz a? Qarg'ay seni. Qo'lingni bidigan qattiq, qara seni. Kira. Akilama alay. Mayra, seni çayını qachon ichimiz? Çay qaynaganda. Mayğıdamı? Bana desem mi boludu, yok desem mi boludu? Oy şeytansız. Rastığın aytqına zadı bamı yok. Özü o yaxşı bala. Bırak, kalbin şenigil bulmaydı. Ndaq mı? Rastığını esançı, zadı kim o? Hadi, bugün Gülnar'ın məsləhətini qılmay, meni işimə çıkıp getdik o. Boldu demedim. Sizler kirip tayarlığını anıqlanglar. Kire. Sizler kirip işinle anıqlanglar. Muş öşü, tünügün akşam ben çay gel. Yakın ola. Rengine kegine. Oy, yigitler, kelinglar. Yakın sizler. Hadi. Sizin öyle kildığallığımını fakat oylamap dikenme. Biz allaqachon faraz qilishqandik. Qani kelinglar. Bu yigit bu mening do'stim bo'ladi. Yigit siz dada. Taqa. Men bu Taqa. Sizlar burun tanışıdık ekansiz-da. Tanışimiz. Tünügün 30 beksi ushashgan. Shundaqmi? Shundaq. Bu gapni qo'yaylik. Yuqori qo'ytinglar. Qani. Yigit, kutunuz zahmilenmegendir. Yo'q, hech nima bo'lmadi. O'ltiring. Taqa, siz bugun qaytib keldingizmi? Yo'q, tunugun siz ketiblar yo'lga chiqqansiz. Yo'lda mashinada sizni ko'rdim. Meni shaharga yig'inga chaqirtgan. Shaharda yana boshqa ishlarim bordi. Aras, siz chopingizni unutib qolib ekansiz. Men og'ach keldim. Chopinim?
To'g'ri. Men uni uydagilarga yuyishga berib qo'ydim. Sizlar ba'zir o'tiraveringlar, ha? Tatilmanglar. Gülnar, yaxshimisiz? Mana bu mening eng yaqin ag'inam Buyurun. Saygınız yaxshi o'pdi, o'ltiring. Olta ag'ina, olta. Kerim, siz dadam bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Gülnar. Gülnar. Beriq chapan qiyni. Uyda. Chiqing qiz. Ma'qul. Bahira. Keling. Mehmonlar bilan tanishing. Men bu yoq bilan allaqachon tanish. Bahira nima bo'ldi? Ikkalamiz tutishib qo'yib ketishlar-da, ha? Qandaq? Yetilamdi ekan, ha? Mahira, qizim, nima bo'lding? Hadi, kunlarning loyiqi chapan kiyib olgan bola shumi? Yo'q, chaqmoq ko'ylak kiyib olgan shu. Qo'y, qizim, qo'lingni to'g'ri oldingmi nima? Go'shtni xali yutib osqichi bordi-ku. Qandaqroq, xali yomon kesib oldingmi? Yo'q, hech vaqasi yo'q. Ozroq terisini silib etdi. Hadi, ular tanışqılı xeyli uzun bo'ldi mu? Yo'q, tek yaqindan tanışdik. Mayra, sen o yigit bilan qanday tanışqan? Xizmat jarayonida tanışqan. U bal qandaroq? O bek yaxshi bola. Bir oqshom ichida mundaq cho'ng o'zgarishning bu kichkina xiyolim ham keltirmabdi. Hadi, men bu gaplarni desam siz yana boshqacha o'ylanib yurmang. O'zimchil shundoq deb qo'ydim. Beshim biroz og'riyotdi. Biroz dam olsam yaxshi bo'lib qolaman. Siz chiqib mehmonlaringizni kutayvering. Oy, dadasi. Sapa qo'l. Ha, nima bo'ldi? Qaltag'an. Bu yerga ketsiz. Oy, qaltangja. Sizlar ishkanglar bu yerda ekansizlar. Bu dadangizga g'ash kelgan mashina zapchastlari. Ha, yigit, sen mi cho'ng'ibsan-da, ha? Nimishqa burroqman demaysan? Men sizga aytmoqchi edim. Biroq men bugun sening adabingni toza bir bermaydigan bo'lsam, jenim chanjang. Qancha tanqidingiz bo'lsa-mu bugunchi demay tursangiz. Bugun yo'q. Bo'lmaydi. Bugun demay zodili bo'lmaydi. Men o'tinib qolay. Bu birdamdek so'zlaylik. Gullar, dadangiz qani? Men chaqiray. Mayra, sen bugun tozimi charchading? Oshning so'rag'i nima deganmizlik? Yana 10 minutdan keyin ochsaq bo'ladi-ku deyman. Nima bo'lding? Gullar, biz kichigimizdan tortibla birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlar. Bir-birimizning yurgini o'mdan bilishimiz. Bundoq bo'lishini xiyolim ham keltirib baxmabdi ekanman. Hozir ahvol bu darajaga yetibdi. Men seni tabriklayman. Yanada do'st bo'lib o'tamiz. Sana to'salg'i bo'lmay. Meni kechirgin. Nima davatsan? Nima ish bo'ldi? Aytqana, jinim do'stim. Onu men yaxshi ko'rabdim. Sening davatqana zodi kim? Tuyg'un, yana bir degina. Tuyg'un. Chaqmoq ko'ylak kiygan bola shu. Uni yaxshi ko'rsang ko'raveramsa, men bilan nima aloqasi bor? U seni yaxshi ko'rganing emasmi?
Birini tanışıp neymi kılımız? Birisi senin, birisi menin. Seningdan aşkın menin olsun, boldu mu? Çakçak kılıp atamsan neyme? Bundak ömürlük işkimi çakçak kılam demek. Bundak bolsa ular çokum almaştırıp koyuptu. Kim almaştırıp koyuptu? Tağam bilen hedemler bulmamdı. Ular kandak almaştırıp koygandı. Yürü. Bak yaxşı kıldın ağayna. Bizim bir kısım üylük maşinelerimizge can kirdigan bol. Ben sana nemi dep rahmet etsem bola? Nemiga rahmet etsen ağayna? Yezigilligini maşinlaştırış bizning öz vazifamiz tursa. Ötkende bazı süpetsiz maşinlarni düylegi setip berip çoqatadi. Sizlarmi ziyan tatdinglar. Qani da san kelinglar. Yurunglar. Yurunglar. Ha, qani o'tiringlar. Qani. O'tiringlar. Tönögünkü maşinni kim hata quraştırıp qoyuptu? He. Sen tönögün inkas qilgan terimning vazifasi bilan berip maşinni remont qilbagini yaxshi ish. Hem shundaq qilish tegishli. Chunki uni dal terimning o'zi xato quraştırgan. Nima? Men xato quraştırıp qo'yibdimanmi? Dal shundaq. Nomeri 033. Kimlarning ismi Kerimmi? Buning ismi Tuyg'un. Tuyg'un? Mashina remont qilgan chog'ingizda ismingizni Kerim degan-ku. Chopiningizni Kerim deb yozig'liq-ku. Dada, sizning Kerim deganingiz mushu yoqmi? Bu ayıp mende. Kerim, sen tünügün bağlançılık meydanına barmaqsan da. Maşinaga ulguramedim. Onun ustiga oqshimi men andaqda emdili kashlikni mendan tushgan Tuyg'un sening chapiningni kiyib bağlançılık meydanına ketdi. Shundaqmi? Tünügün onun shuncha charchab uxlab qolishining asli sababi mundaq ekanda. Men o'zimdan o'ylabdim. Yigit, siz haqiqatan o'salish qildingiz. Xijil bo'lishga tegishli. Ha, rost satda. Yolg'iz xijil bo'lish bilan ish bitmaydi. Masala turmushga, emgakka qanday vaziyat tutishda. Ba'zilar o'zini hamon qaltis jag'lab, jamiyatga, turmushga sadoqat vaziyat tutmaydi. Oxirida o'z ziyon tortadi. Yigit, yaxshiroq o'ylab beqing. Birader, ikkimiz qoldik. Bizmi qollamdik? Yo'q. Ular o'zlari manziliga yetganda to'xtaydi. Biz polov bilan kanayni yig'laylik. Ey xotin, polovni chiqinglar. Ha, mana chiqdim. Ey Kerim, to'xta! Dada, sizning Kerim deganingiz mushu yoqmi? Yigit, siz nəhayət o'sal ish qildingiz. Xijil bo'lishga tegishli. Kerim! Hey Kerim, to'xta! Ha? Oy, Mahirani avazini o'tlango. Yana velosiped yasatamsiz? Kechiring. Velosipedimiz alınışıp qapti. Yaxshi alınışıp qapti. Bo'lmasa men sizni qo'g'labmi yetammaskanman-da. Velosipedingiz buzilib qoldimi nima? Ha.
Sizmi Kerimning kendinden chiqdingizmi? Nəhayət yaxşı qıpsiz. Mundaq vaqtda onunğa yardım kerak. Agar mening velosipedim buzilib qolmagan bo'lsa, men uning kendini quvlab olgan bo'lardim. Akşamlıqı men uning uyiga boraman. Gülnar, yur, uning kendinden ikkimiz boraylik. Bo'ldi Mayra. Sen to'yg'unga yordamlash. Kerimning qishig'i o'zim boray. Bayatın Rana xonadon sizni Gülnarning loyiqi deb almashtirib, chataq terig'i tas qoldik. Siz to'yg'unning o'z loyiqi bor deb jakalimidingizmi? Sizning loyiqingiz kim o? Siz de bilmemsiz. Bilmeyme. Bu velosiped kimninki? Benim. Undaq bo'lsa, mişi velosiped guvoh bo'lsin. Sizin sualınızda benim cevabım. Bəxt geledi nədim, peşanandaki tədim. Bəxt gülü eceler cebalık işlegen yadım. Mana bu benim kalbimden soğusu, Gülnar. Oynanlar, çağıranlar olmasın. O yer bir adam çavattı da. Vallahi, sen kağıt kalem var mı? Var. İki tane. Kaçıncı zamdıken? Şimdi yüzü batıdı. Ya, kaç yüzü batıdı? Vallahi, bu xatni kilowatt qaydanlarga olib beringlar, bo'lamdi? Ma'qul. Burun men o'zimdagi kamchiliklarni kichik kamchilik deb ancha pisand qilmagan edim. Mana bugun u kamchiliklarimning og'ir ekanligini his qilyapman. Hamid kamga, G'oz Janjonga, yo'ldosh Tuyg'unga, shundaqla sizga ko'p rahmat. Sizga munosib kelinmaydigan Kerim. Yığlaysız bu. Bayqaqqan yığılğan şey. O nə ketdi? Çoğ daraqda köçdürüb ketdi. Bakı kürketke oxşaydı. Dağının işigi qatıraqda. Qatıraqda. Bakıla, sizler hazır
ketmey turanglar. A kız kelgenden keyin meni uyga ketdi deb qo'yinglar, ha? Kelinoz kimning qizi ekan? Siz hech uqmadingizmi? O yelib tursin injenerning qizi emasmi? Yaxshi kunlarda to'y qildi. Shuni demamsiz. Hem yet, hem to'y. Nima degan ko'ngillik? Men o'g'limning to'yini ketib qilaman. Kerim to'yiq ketdim. Onu ko'rdingmi? Yo'q. Qara. Börtüm yağlaq sağan ayal Kerimni otisi. Kız qo'ldish bo'lgan qiz, qaysi qiz o? Qatnashda ishlaydigan namunich qiz Gulnar emasmi? Yaxşı bir yerde uçuruşup kaldık. Yakından beri Kerim algıvattı. Şunun için dehançılık meydanları ve bağlançılık meydanlarından onu maktap xatlar geldi. Onun üstüge bu ayda Seko için namun çok saylandı. Sizge ve yoldaşlarınız köp rahmet. Benim oğlum hazır yaxşı ketdi. Avakan, siz mi oğlunuzun toy işini oylatsanız bulatdı? He. Gülnar isimli bir kızını tanımsın. O kız ne? Seni burunlu anlagan. Bugün teki özünü gördüm. O nait yaxşı kız. Oğlunuz bilen o kız otursidiki işlerden haberiniz mi var mı? O kız benim oğlumnu yaratmam dedim da. Hey, yak. Bu işlerinin hemisinden benim haberim var. Ula işte. Özüm yalğız biraz aramağım geldi.
Oltaşla. Ben sizin yaxşı namınızı necip anladım. Uzundan beri ben siz bilen bir görüşünü bek arzu kılattım. Sizin oğlumga kılan yardımınızga köp rahmet ettimen. Yok, hemimiz Kerim'in olgu düşüşünü halayımız. Kerim, bugün toyga kelmepti o. Bağvançilik meydanının bir nek maşınları buzulup kaptıken, demiliş vaktimden faydalanıp remont kıpırımı da çekkensi. Belki bugün akşam kep kalar. He, Abduz. Allah kaçan kep boldu o. Akam ben bunun kettim. He. Hadi, hap olmay Mahir'e gidip koysla. Ben onun bilen birli bolamaydı kandaştırım. Makul kızım, ben hazırlı dep koyay. Hoş emsi. Hoş. Şu vakadan keyin özüm xeyli algı esip kaldı. Boldular. Eğer sen eli kız apçasını tapamısan, men bilen tuyğununu izdigin. Buludu. Men keler yakşemkini bağvançilik meydanıga barma. Sen mo şu yagi bağın. Uy, ayet bir kız durdu o. Kerimka, ben bana açtıray ya. Günler. Birisini saklap duramız. Kızıl bayrak sonuçta kadrayını kubartıgan yolu açan başta amaçını çıkanlar. Müşü maşına kızıl bayrak sonuçta baram diken. Akı yırttıram. Balam jıklat ketip atıdır. Gelin. Bir yatır öyle. Ben akı var. Rahmet. Rahmet. Yolu açan başta. Ben tığından çıkarıp oturatını maşına çıkanlar. Gılıpınız ne? Maşını casığı elip koymağansın. Mana yenim de. Bugün kayıtıp gelemsiz. Keştik maşinede kaytıp gelime. Dağvançilik meydanından maң kızlı gül ağaç gelin. Hatırcam bolum. Bana gitar tayarlap koyamsız. Hoş emse.